Xo'p, akalar, narxi tushdi. Arzonga bitta Matiz ko'rsataman. Akalar, mana shu Matiz $2400 qo'yuvdik. 2300 ga bermadilar. Hozir pul zarilib bo'lib qopti. $2200 ga beraveradigan bo'ptilar. Sizlar uchun gen davernisga ham gaplashib qo'ydim. Shahar ichiga gen bermayman deyotgandilar. Pul zarilligiga sotib gen davernis berib yuboraman deyotdilar. Xohlasanglar оформление qilib olasizlar. Mashinamiz 2010-yil 472 ming probeg, 3 tali Matiz, holati zo'r bo'lib turibdi. Mashinamizda bor narsalar, 4 ta yaxshi yumshoq balonlari bor, Magicar pultlari bor. Mashina haydashga tayyor. Korobkalarni o'zim ustidan olib keldim, remontga tashab qo'ygan ekanlar. Polni mashinaga xudo xolisa qarab qo'yganlar, tayyor. Rasxoti yo'q, hech qanaqa texnik ishi ham yo'q. Sidenalarni ko'rishingiz mumkin, zo'r holatda bo'lib turibdi. Tarpetkalari, shipkalari yaxshi holatda bo'lib turibdi. Bemalol telefon qilib baraka qilsanglar bo'ladi. Pastga nomer qoldiramiz. Biz bu mashinamizni $2200 ga berib yuboramiz.